Salom hammaga, sizlar bilan Saidboy. Men bugungi bu videomda YouTube'ga qanaqa qilib silka qo'yishni o'rgataman va podpishkada qilib turing, like, obuna bosib turing. Men sizlarga albatta o'rgataman. Va yana bir narsa, Telegram kanalida yangi akkaunt savdo ochdim. Do'stlar, o'tib akkauntlar xarid qilishingiz mumkin. YouTube akkaunt emas, bu PUBG akkaunt bo'ladi. PUBG akkauntlar juda ham mo'tadil narxlarda turibdi. Shuni o'tib yaxshi narxlarga sotib olishingiz mumkin. Va videoni cho'zib o'tirmasdan men boshladim. Qani go. Hop do'stlar, birinchi navbatda Google Chrome'ga kiramiz, Chrome'ga va bu yerda youtube.com qilamiz va bu yerdan uchta nuqtachani bosib pastga o'tamiz va kompyuter versiya qilib olamiz do'stlar. Kompyuter versiyani ustiga bosamiz va bu yerdan kompyuter versiya bo'ladi do'stlar. Biz va shu yerdan kanalingiz siz degan joy mana shu yerga bosamiz ustidan. Va bu yerda kanalingiz degan joy bor, mana kanalingiz, o'sha joyni ustiga bosamiz va bu yerga bizning kanalingiz deganda kanal sozlamalari deyilgan o'shani bosamiz. Ochiladi shu yerdan oyna. YouTube studioni yuklab olishingiz shart do'stlar, bo'lmasa bu o'xshamaydi. Va bu yerdan mana shunaqangi oyna ochiladi. Oynada hamma narsa qilishingiz mumkin. Va bu yerda mana havola kiritish degan joy bor. Mana shu yerda mana havola kiritish. O'shani ustiga bosamiz va mana shu birinchida turganiga mana shu yerga anovda yozamiz. Nima endi? Kiritmoqchi havolangizni nomini yoki Telegram kanal deysiz yoki Instagram kanal deysiz. Va bu yerga esa kanalingizni silkasini kiritamiz. Hozir mana men topib oling silkani. Mana silkani shu kiritamiz. Bo'ldi, ikkalasini to'g'ri yozib olasiz va tepada tahvirlash degan joy bor. Mana. O'sha yerda bosamiz va silka o'rnatiladi. Bu videom sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna, like bosib qo'ying. Mana tekshirib ko'ramiz do'stlar. Kanalga o'tamiz. Mana endi silka turibdi, mana Telegram silka Saidboy degan. Ana shu yerdan akkaunt savdoga o'tadi. Rahmat, obuna bo'ling.